Xuddi malokadek cho'ziladi deganicha bor ekan-a. Urgut tog'lari ichida mana shunday echki sutidan muzlik qatiqda ichgan bo'larmidingiz? Assalomu alaykum. Biz mana hozir Urgut tumani Yaxtonga keldik. Aynan echki sutidan bu yerda qatiq sotilar ekan. U juda ham foydali bo'lib, hozirda echkilar tog' toshlardan giyohlarni yeb, iste'mol qilib, sut qilib, keyin bizga uni qatiqqa berar ekan. Qatiqni ushbu g'orda muzlikini qilib bir kungacha saqlar ekan. Achib qolgan qatiqni ham ushbu g'orda yana bir kun saqlasangiz o'z holatiga qaytar ekan zo'ra. Bu yer tog'ning eng balandida bo'lsa-da, echki sutidan qatiqni ichish uchun turistda 500 talab odam kelar ekan bir kunda. Bu amakining yoshi 76 da bo'lib, 20 yildan beri mana shu yerda yashar ekan, faqat yoz oylari. Amakining aytishiga qaraganda bu g'ordan -17 gradusda muzlagan suv oqar ekan va uzunligi 3-4 kilometr ekan. Oxirigacha yetib borguncha joningiz uzilar. Siz ham kelib qatiq ichmoqchi bo'lsangiz, har bir kosa qatiq uchun 35 ming so'mdan pul sanab kelavering. Shuncha ma'lumotdan keyin endi bitta like bosarsiz.